alaykum. Sizlar bilan Asadi TV kanalidan Sodir Joslik imzo kompaniyasining sifatli terma 65 hamda 6000 interior romlari haqida ma'lumot beramiz. Bu galgi ma'lumotimizda ikki xil shotlinga qo'yilgan bitta joyga mijoz talabi bilan. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli ishlarga romlar kerak bo'lsa, bog'lanib chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishni unutmang. Obyektimiz ustida ishlash jarayonida ko'rishlar mumkin. Bu yerda bunaqasi ikkita hamda romlar 6000 interior yaqindan ko'ramiz. Changli xafa bo'lmaysizlar, ozgina atkos olinganligi uchun chang bo'lgan. O'ynamiz energetik josh titan. Ko'rishlar mumkin shotlanka 1.8 lik. Rangimiz Sheffieldskiy seriya deb, juda ham chiroyli. Bugungi kunda eng ko'p urfdagi ranglar Sheffieldskiy seriya bo'lyapti. Ya'niki sentyabr oyida zakazimiz past 80% Sheffieldskiy bo'ldi. Energiya oynadan xona ichkarisi uncha ko'rinmaydi, lekin tashqari bemalol ko'rsanglar bo'ladi. 6000 interior 3 kamerali profil, ochilish yopilishi zo'r. Shu o'rinda nima uchun bu chiroyli turibdi? Ya'niki mana tomon ochiladi qanot, bu ham ochiladi. Qanotlar ikkitasi ochilsa juda ham chiroyli chiqadi. 1 kvadrat metri $120 atrofida boshlanadi. Podekonlik, energiya tejovchi oyna plus minus bo'ladi. Xuddi shuni tepasida ham xuddi shunaqa holatda bo'lgan. Endi bu tomondagi derazamiz ham ko'rinishi ikkita tomon ochilish. Bu tomonda biz ikki chekka nima ochilish? Fasad qismi ikkita chekka ochilish qilganmiz, yon tomonlar 3 ga bo'lib o'rta ochilish bo'lgan. Eshigimizga keladigan bo'lsak, terma 65 tashqariga ochilish. Bunda esa zalatinskiy shotlanka. Zalatinskiy shotlanka yoqdi mijozga eshik uchun dedilar. Eshigimiz qulflangan ekan. Ochamiz. Qanaqa maza qilishadasiz. Ochilganda Stuplina kompaniyasining ruchkasi, Stuplina zamok, termoni o'zini petlasi Master 2SK italyanskiy. Italyanskiyni bundoq qilsang bilinadi mana. Italiya deb yozgan, ko'ryapsizmi? Juda zo'r holatda shotlanka. Liniyalari bilan bo'lgan. Hozir esa xona ichidan ko'ramiz. Yopildi. Vitraj eshigimiz 1 kvadrat metr $260-270 atrofida chiqadi. Bu termolar juda baquvvat, issiq sovuq uchun zo'r holatda. Endi esa mana xona qismidan ko'ramiz. Bu yerda ikkita bu tomonda bitta. Mana sizlarga tayyor shablon. Xolisada ikkita chekka ochilsa shunaqa chiroyli turadi, 3 ga bo'lib o'rta ochilsa mana shunday holatda turadi. Romlarimiz o'ng qo'l bilan ochilish bo'lgan. Mana bu yerda bunisi esa chap qo'l bilan. Nimaga? Xalaqit qilmaslik uchun. Ochilish yopilishlar ruchka chiroyli, bronza svetda bo'lgan, ko'rish mumkin. Divan mexanizmlari bilan yopilishi, bunisi esa yonga ochilishi. Bittasi divan, bittasi abishli holatda bo'lgan. Juda ham zo'r holatda ko'rish mumkin. Podekoniklar bilan. Bu katta xona. Endi bu tomonda vitrajdan keyin bu yon tomon xona bor. Yon tomonni ham mana qaranglar, terma 65 eshigimiz tashqariga ichkariga kirish uchun hol tomondan, bu esa ichkariga ochiladi. Nimagaki zinapay qisqa. Bu esa narigi tomon bilan bir xil holatda. Xona ichkarisiga ochilish ko'rish mumkin. Ingichkaroq turadi. Tashqariga ochilish qalin bo'ladi. Ochilish yopilishi mana. Ruchkani tepaga qilamiz, zamog'imiz qutlanadi. Juda ham zo'r holatda. Endi bu uyni poli bitgandan keyin juda ham zo'r chiqadi. Orqa tomonda romlar bor. Orqa tomondagi romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana, o'rta ochiladi. Juda ham chiroyli holatda. Endi tepaga chiqamiz. Mayli, tepaga chiqishdan oldin bu tomondagi romlarni ham ko'rsak bo'ladi. Va bu tomonda ham fortichkagacha ishlatganmiz. Fortichkamiz makasini ochilish. Endi esa ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda orqa tomonda ham xuddi past tomon bilan bir xil 3 ta rom o'rnagan. Fasad qismida esa ikkinchi etajda. Ko'rish mumkin, o'rtaga bitta katta shotlanka tashlab beringlar. Katta shotlanka tashladik. Bu tomonda ham chap tomon, o'ng tomon ochiladi, panorama ko'rinadi. O'sha birinchi etaj qanaqa bo'lgan bo'lsa, tepada xuddi shunaqa, faqat bunda bitta rom qisqartirilgan, chunki hammom hisobiga. Yon tomonda esa o'sha ko'rib turgan romimiz. Bu rom mana ochilish qismi hali mana ochildi. Mana katta ochildi, ko'rishingiz mumkin. Bu tomondagi rom ham katta ochildi. O'rtada mana ustun bor. Stop mexanizm emas, 6000 interior bagati juda ham zo'r. Yopilishi, bunday yopilishi. Endi hozir bu yer chang bo'lganligi uchun ko'zlaringiz sal boshqacha ko'rinishi mumkin, lekin changlar artilib, remontlab bitgandan keyin ham chiroyli chiqadi. Fortichkamiz esa mana. Ana sizlarga ochilish. Qarang. Ya'ni buni zo'r tomon ochib qo'yasizlar, havoni zo'r so'radi bu. Tepadan pastga ochilsa havo so'rmaydi. Mana shu holatda zo'r so'radi havo. Yopildi. Jimjit. Imkon qadar uyni qisqacha obzorini qilib berdim. Xudo xolasa bu yerga eshik derazlar kvadratini plus minus $120, eshiknikini $250-260 atrofida olasizlar. Misoldan bitta rom 3.800-3.300 atrofida chiqadi. Jimjit ochamiz mana ko'cha. Stuplinani ruchkasi unga qo'ysak, bunga esa hopper ruchka qo'yamiz, Fornax mexanizm. Двойной. Maza qilib ishlatishadi, xudo xolasa. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, mehnatingizni qadrlab, xudo xolasa 2-3 kun ichida bitgan joylardan video qilaman. Toshli joylar juda ham zo'r. Zakasinglar bo'lsa, bemalol telefonga qo'yib qo'yamiz, bog'langlar. Bizga kuzatishda davom etinglar.